qimmat remontli, mana shunaqa fasadli, atachentali uyga 1.9 to'layni arzon pulga ko'rsatsam, ko'rib olasizmi? Bitta tushuntirib chiqaman. Mashina qo'yish uchun hovlimizda joy bor, kichkina bo'lsa ham yashil hududimiz bor. Xo'p, oshxonamizda, letniy oshxonamizda bo'ladi, umumiy sanuzelimizda bo'ladi, podvalga tushish qismimizda bo'ladi. Fayzli hovlimizdan uyimizga kirib kelganimizdan keyin chap tarafimizda bitta oshxonamiz, bu tarafimizda umumiy sanuzelimiz, yoshi kattalar uchun birinchi etajda bitta yotoqxonamiz bo'ladi. Orqa hovliga chiqish, zinadan ikkinchi etajga chiqish, mehmonlar kutib olish uchun bitta kattagina yetarli mehmonxonamiz ko'rib turibsizlar. Ikkinchi etajga chiqib kelishimiz bilan 4 ta xona bo'ladi. Birinchisi bolalar uchun xohlasanglar yotoqxona, umumiy sanuzelimiz bo'ladi. Bu tarafimizda yana bitta yotoqxonamiz bo'ladi. Buni ham bolalarga mo'ljallasanglar bo'lar ekan. Bu tarafimizda xohlasanglar ofis, xohlasanglar mehmon kutib olish uchun kichikroq mehmonxona qilib olsanglar ham bo'ladi. Bunisini kattalar uchun yotoqxona o'zini ichida sanuzeli bilan birga bo'ladi. Remontlarga bitta o'zingizlar baho beringlar, chunki bu uyimizning narxi 154 ming. Ish qilyapti ekan. Sentralli kanalizatsiya bor, gaz, tok, suv, hamma narsa bor ekan. Uch qahramon postidan kirib kelganda egalari nomeri opisaniyada qoldiriladi. Bemalol telefon qilsangiz, yonida yana ikkita korobkasi ham bor ekan. Uni 110 mingdan ish olib ekan. O'zingizlar bemalol so'zlashib kelishaverasizlar. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Uyimizda chiroyli, oppoqqina, ko'ngilli kayfiyatga ko'taradigan remontdan chiqqan ekan. Sog' omon bo'lasiz. Rahmat. Siz sotib olsangiz xursand bo'lamiz.